Bu 100 dollar. Bu 100 dollarni men sizlarga podarka etjekman. Lekin bir odam emas, 5 odamga. Shartlari oddiy. Video davomida ko'rib borasizlar. Bu 100 dollarni 5 odamga bo'lib o'tiribmiz, lekin sizlarga bu 100 dollardan ham qiymati baland bo'lgan sovg'alarni ko'rsataman. Bu Ruskiles tomonidan ishlab chiqarilgan immuniy stol kursilarimiz ketadi-ku bu yerda yoz Mayopkada. Endi bu yerda baliq sezon boshlandi. Xudo xolasa ishi Ruskiles brend aslida ishlab chiqarilgan sovg'alarni qo'yib berjekman sizlarga. Kursini qo'yasizdan qarmoqni qo'l olib baliq tutish bilan bu yerda endi. Birinchi o'ringa bir dana stol, 2 dana kursisi. Ikkinchi o'ringa bir dana stol, bir dana kursi. Uchinchi o'ringa stolni bir dana stolni o'zi. To'rtinchi o'ringa 2 dana kursi. Beshinchi o'ringa bir dana kursi. Stoldan men alışardım oddiy. Bizani 5 yildan beri etikka o'tirgan bir xatamiz bor ekan. Shu xatamizni to'g'rilash uchun Ruskiles kompaniyasi o'zining YouTube kanalini yo'lga qo'ydi. Biz bu 5 yil mobaynida ko'p blogerlar bilan ishladik. Shuna bizani o'zlarimizning bu safurda yurgan klientlarimiz bor, Ruskilesni o'zini klientlari bor. Nechun sizlar o'zlaringiz YouTube kanali ochmaysizlar, YouTube kanali yuritinglar deganlar uchun sizlarga manfaatli bo'ladi degan umidda bu YouTube kanalimizni ochdik. Bizani bu YouTube kanalimizda oyna kamida 2 video joylab boramiz. Bular ham sizga manfaatli bo'ladi. Shuning uchun siz bizlarga hoziroq podpiska tugmasini bosib, yuqoridagi qo'ng'iroq tugmasini qizartirib qo'ying. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarga nima qiziq, nima kerak, sizlarga zo'r videolarni chiqarib borishda xudo xolasa va'da beramiz. Esa sizlarga bir taxta og'ochlarni ko'rsatib boshlaymiz xudo xolasa. Hozirgi vaqtda Ruskiles kompaniyasining Xorazm viloyatida 6 dana o'z filiali bor. Hozir biz Glavniy filialda turibmiz, Urganchdagi. Urganchimizda 2 dana skladimiz bor. Qo'shko'pirda 1, Bag'atda 2, Xazarisda 1, Yangiariqda 1. 6 dana filialimiz bor Xorazm bo'ylab. Yana hozirgi vaqtda eng oxirgi ochilgan Yangiariq filialimiz Yangiariq filialida ochinglar deb bizlarga taklif bo'ldi. Klientlarimiz o'zlarining lokatsiyasini ko'rsatdi. Biz borib yana Yangiariqda ochdik. Xudo xolasa sizlar ham o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Yana nerda ochali? Ner sizlarga manfaatli? Biza shu yerga borib xudo xolasa yana bir filial ochamiz. Shovotdami? Hozir Shovotda ochilmagan, Gurlanda ochilmagan. Sizlar yana nerda ochali? Shu narsa qiziq bo'lsa bizlarga kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biza o'rganamiz. Agar sizlarga qulay bo'lgan lokatsiya bo'lsa bizlarga taklif bildiringlar. Biza borib sizlarni rayonlaringizda xudo xolasa filial ochish niyatlarimiz bor. Filiallarimizni kengaytirish niyatlarimiz bor. Bizning skladimizdan ichki assortimentlarni topsangiz bo'ladi. Hozirda bu taxtalarimiz pol taxta, strapil, og'och, reka, garbil, hozir trendda bo'lib turgan, inang yo'nilgan taxtamiz bor, 100% quritilgan, 100% yo'nilgan, to'g'rab borib qoqiladigan taxtamiz. Bu yerda shpuntoy ham bor, mana. Bu shpuntoy 100% quritilgan, bu bir-biriga giyiladigan taxta, hozir trendda bo'lib turgan, mixi вообще ko'rsanmaydi, mana yonboshini uladi. Bizani klientlarimiz ko'p so'raydi. Ark filiallar bilan baholari nechik, baholari bir xilmi? Ya sizda arzon ark filiallarning qimmatmi? Yo'q, unday emas. Hamma filialimizda baholar bir xil, lekin assortimenti keladigan taxtasining razmeriga qarab baholari o'zgarishi mumkin, lekin baholar bir xil bo'ladi. Buni asosiy sabablaridan biri bizning Ruskiles kompaniyasina oyna 100 dan ortiq vagonlarimiz kirib keladi. Bu vagonlarimizni içinde her xil assortimentlar bo'ladi. Bu filiallara bo'linadi. Shuning uchun filiallara bo'linganda assortimentine qarab naqd o'zgarishi mumkin, lekin kubini solishtirsangiz, kubi bir xil chiqadi. Hozir bizani yana bir qizg'in ish bo'lib turgan bo'limimiz bor. Bu ishlab chiqarish bo'limi bo'ladi. Hozir sizlarga shu yerga borib yana to'liqroq ma'lumot berib boramiz. Bu bo'limimiz taxtalarni qayta ishlash bo'limi bo'ladi. Hozir yana jarayonlar ketib turibdi. Gel kamera. Taxtaning sho'rda yo'niladigan jarayoni bu. Har bir taxtamizni kesilishine e'tibor bering. Sifatini ham ko'ra oling. Bu bo'limimiz taxta ishlab chiqaradigan bo'limimiz. Xudo xolasa Jamshid taxta qarasa soching ham birozgina shamolda o'ynabdi. Sochingga daraysanmi?
Bu yerda asosan taxtamiz yo'niladi, shpuntoy atiladi, pinut reyka chiqariladi, vagonga chiqariladi. Bu yerda asosan shu ishlar bo'ladi bu yerda. Bizning klientlarimiz ko'p so'raydidan. Shpuntoy taxtadan qaqsak necha bo'ladi, oddiy yo'nilgan taxtadan qaqsak necha bo'ladi deb so'raydidan. Shuning uchun sizlar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi seriyalarimizda ishi bölümümüz hakkında sizlere to'liqroq ma'lumot beramiz. Shpuntoy taxtadan qaqsangiz necha so'm pul ketadi? Oddiy yo'nilgan taxtadan necha so'm pul ketadi? Sizlere ipindan ta ignasinacha deydi-ku, shurupinadon, mixinadon hisoblab aytamiz, detalma-detal. Qiziq kommentariyada bir fikrlaringizni qoldiringlar. Keyingi seriyalarimizda ishi bölüm hakkında sizlere to'liqroq ma'lumot beramiz. Bize nafaqat donalab satamiz, bize de optimum xarid qilishlaringiz mumkin. Istalgan assortimentdagi, istalgan ob'yom bo'yicha O'zbekistonni istalgan nuqtasidan turib bizlarga bog'lansanizlar, sizlarga istalgan ob'yom, istalgan assortimentni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishimiz mumkin. Bizning ko'pchilik klientlarimiz biladi, dastlabki xizmati necha bo'ladi dedi. Masalan, 15 million so'mga oladigan xaridingiz 15 million so'mga ilmasa, kelishilgan narxda mashinalarimiz bor, apartib beriladi. Agar 15 million so'mdan savdangiz o'tadigan bo'lsa, Ruskelesning o'zini maxsus mashinalari bor. 15 million so'mdan o'tsa, Xorazmni ichi bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Bizlara Ruskeles YouTube kanalına hazırak podpiska tugmasini bosib qo'ying. Ham Ruskeles Telegram kanalına ham obuna bo'lib qo'ying. Bizning sovg'alarimiz Ruskeles Telegram kanalında aniqlanadi. Doğru, hammaga bahası qiziq, bahasini ham ko'rsatib o'tamiz. 10lik 6 metrlik silindropka og'achimiz hozirgi tan narxi, hozirgi kundagi narxi 175 ming so'm. 10lik silindropka og'achimiz 4 metrligi 105 ming so'm. 12lik 6 metrligi hozirgi tan narxi 250 ming so'm 6 metrligi. Bu 14lik silindropka og'achimiz hozirgi kundagi tan narxi 350 ming so'm. 16lik silindropka og'achimiz hozirgi tan narxi 470 ming so'm. Bizden shipr mahsulotlarini ham so'raydilar. Bizda S5 shiprlarimiz ham bor hozir. O'zbekistonda nomer 1 bo'lib turgan Kuasay Chek eng originali 27 kiloligi bo'ladi. Xalqimiz ko'p klientlarimiz hali S5 shipr qimmat tushadi, lis shipr arzon tushadi deb yurgan ekan. Yo'q, u noto'g'ri fikr. Hozir lis qaqsangiz ham, S5 shipr qaqsangiz ham narxi deyarli bir xil. Lekin mana plus tomoni issiqlik darajasi qaytarishi bu shiprimizda yaxshi. Issiqlikni ko'p o'tirmaydi. Lisa qaraganda. Ruskeles manzilini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu yon tarafimiz Xanqa yo'li deb aytiladi. Chap tarafdan kelaverishingiz shart do'kon bo'ladi. O'ng tarafdan kelarish Xanqa yo'l Dunyo to'yxonasi yonidan kirib kelsangizlar Ruskeles kompaniyasi. Bu video faqat Urganchda ekan deb o'tirib bermanglar. Sizda nafaqat Xorazmni istalgan joyindan bu videoni ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Qaysi filialga borib video ishlab sizlarga shunday ma'lumotlarni yetkazib beradi. Alaka raqamlarimizni videoni ostida qo'yib o'tamiz. Sizlardan bir dana like tugmasini bosib, podpiska bo'lib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. O'yinning shartlarına keladigan bo'lsak, ishi YouTube kanalimizga obuna bo'lishlaringiz kerak. Hem kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz kerak. Nechun desangizlar, kommentariyadan g'olibni aniqlaymiz. Uchinchisi, Telegram kanalimizdan o'tib podpiska bo'lib qo'yishlaringiz kerak. G'olibni Telegram kanalida aniqlaymiz. O'yinni kunga keladigan bo'lsak, ishi video chiqqandan keyin, rovna bir haftadan keyin g'olibni aniqlaymiz. Videoni maksimalni ko'p odam ko'rishi uchun bu videoni do'stlaringizga yuborib qo'ying. Alaka raqamlarimizni ekranning ostida qo'yib o'tamiz. Sizlar yangiliklarni bilib borish uchun Telegram, YouTube kanalimiz ham, Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Doimiy yangiliklarimizni bilib borasiz. Vaqtingizni keltirib videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Keyingi videoda navbat chiqishlari sizlarning fikrlaringizga bog'liq. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Biz sizlarning fikrlaringizni o'rgangan holda keyingi videoni shu sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqqan holda ishlaymiz. Hammangizga katta rahmat.